Bu bozorda bunaqa ko'p arablarni ko'raman deb o'ylamagandim. Istanbulda Osiyo tarafida joylashgan va har seshanba kuni quriladigan bozorga keldim. Bozor juda ham arzon. Hozir sizlarga ozgina narsalardan ko'rsataman va bo'tga bunaqa chamadon bilan kelishar ekan. Bular ham arab, orqamda yurganlar ham arab edi. Mana bu turganlar ham hammasi arablar. Juda ham ko'p arablar kelar ekan bo'tga. Anchadan bir mendan bozorlar haqida video so'rardinglar. Hech hafsala qilib video olmagan edim. Lekin bu bozor videoga olgim keldi. Aytganimdek Kadıköy'da seshanba kuni quriladigan bozor eng katta bozor hisoblanadi. Salı pazari deyiladi va Google'ga yozganingizda Kadıköy Salı pazari deb yozsangiz srazu chiqadi birinchi bo'lib va o'sha adres bo'yicha kelaverasizlar. Narsalarga kelsak, sifatli narsalar juda ham ko'p edi. Narxlari esa magazinnikidan ancha arzon, masalan, mashina 350 lira bo'lsa, taxminan hozir 9-8 dollarlarga to'g'ri kelyapti. Bu bozor aslida bizga juda ham yaqin hisoblanadi, lekin kelishga to'g'risini aytsam erinaman. O'sha kuni xo'jayinim bilan bitta joyga borib qaytayotgandik. Yo'lda ustaga kirib ketaman dedilar. Ustaga kiradigan bo'lsangiz, meni shu bozorga tashlab keting, aylanib chiqaman deb bahonada videoga ham olgan edim. Xo'jayinim ustaga borib qaytib kelgunlaricha. Va bozorga kirib aylanayotganimda ahamiyat berganim, arablar juda ham ko'p. Deyarli bozori 40-50% arablar edi. Undan tashqari boshqa millat vakillari ham bor edi, lekin eng ko'p arablar edi va hammasi chamadon bilan aylanishar ekan, sifatli narsa qildirishar ekan. Istanbulga aylanib kelib qolsanglar, обязательно shu seshanba kuni quriladigan bozorga kelinglar, chunki arablarni qarayotgan narsalari, olayotgan narsalari haqiqatda hammasi sifatli edi. Bozorlarga keladigan bo'lsanglar, albatta kunni birinchi yarmida kelinglar. Birinchidan yaxshi narsalar kunni birinchi yarmida bo'ladi. Kunni ikkinchi yarmida o'sha razmer qolmagan bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Yana bitta kichkinagina tavsiya, bozorlarga eringlar bilan, ukanglar bilan, akanglar bilan, umuman erkak zoti bilan umuman kelmanglar. Targ'ibot sentrlarga ham kartochkani yoki pulni berishsan, o'zinglar boringlar. Chunki bo'ldimi, bitdimi, olib bo'ldingmi, shuni olasanmi, nima olasan, buni bor-ku bunda. Mana shunga o'xshagan juda ham ko'p asab buzadigan narsalar gapirishadi va holanki men o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, kerak emas narsa hayotda olmayman-da. Lekin shunda ham olib bo'ldingmi, bo'ldimi, ketamizmi deb turarlar xo'jayinim. O'shaning uchun hayotda men ular bilan bozorga yoki kiyim-kechak olgani tushmayman. Bu bozorga ham hech narsa olgani tushmagan edim, lekin arzon narsalar ko'rib oldim. Masalan, mashina ham 300 liraga oldim, mana shu koftani. Qizim uchun oldim, rozovisidan oldim. Vaykiki narsalar ekan, lekin tekshirib olinglar, oladigan bo'lsanglar. Braka bo'lishi mumkin, braka bormi, yo'qmi qarab tekshirib oldim. Hech qayerda braka yo'q edi va qalin bitta yubka oldim qizimga. Narxlari arzon bo'lgani uchun. Kichkina qizimga menga hech narsa olmadingizmi deb xafa bo'lmasligi uchun perchatka oldim, shapka oldim. Aslida perchatka deyarli har yili olaman desam adashmagan bo'lar ekanman, chunki maktabda yo'qotib kelishadi. Yo ikkalasini ham birato'la yo'qotib keladi yoki bittasini tushirib keladi обязательно. O'shaning uchun har yili perchatka olaman. Yo'l-yo'lakay yana yaxshi narsalarni videoga olgim keldi. Masalan, mana shu koftichka ham juda ham yoqdi menga, lekin sotib olmadim. Aytganimdek, qanchalik arzon bo'lmasin, baribir ortiqchasi isrof bo'ladi deb olmadim. Yo'l-yo'lakay har xil aksessuarlar bor edi. Bu sumkalar, zargarlik buyumlari bir-biridan chiroyli edi. Undan keyin bryuchniy kostyumlarni ko'rdim. Bularning narxi 1700 lira edi. Bittasiga narx so'rayotgandi, o'shani eshitib qoldim. 50 dollardan sal arzonroq degani 1700 lira. Zetski narsalarni ham ko'rdim. Yaqindan ham video oldim, lekin u video sifatsizroq chiqibdi, qo'shmadim. Shapkalarni ham sifati yaxshi edi. Bular hammasi turetskiy shotda o'zida ishlab chiqarilgan. Undan keyin bozor aylanishda davom etdim. Ochkilarni ko'rdim. Bular hammasi Xitoyga, lekin yaxshi sifatli ochkilari. Mana Instagram sahifam shuni ham qo'yib videoingga deb tepada osib qo'ygan ekan. Xohlasanglar Instagramda o'zidan zakaz qilishingiz mumkin ochkilarni. Под original Xitoy narsalari ekan. Mana bunaqa gilamchilar ham, pardachilar ham hamma narsa bor aslida bu bozorda. Masalan, mana shu xugilarni ham juda ham yoqtirdim. Xugi deyiladi adashmasam, agar adashgan bo'lsam, meni to'g'rilab o'tib ketinglar. Naqshlari, kiyimga berilgan ishlovlar hammasi tekis, chiroyli edi va juda ham sifatli edi. Lekin qimmat edi ham. 1900 lira edi mana shu xugilari. Mani bolam bunaqa narsalarni yoqtirmaydi. Meni diqqatimni tortgan narsa bizning milliyga o'xshagan naqshlar bo'ldi. O'shaning uchun kelib ko'rib videoga oldim va narxini so'radim. Va albatta har bitta bozorda bo'lmasa bo'lmaydigan narsa bu ko'zlamachi. Deyarli har bitta katta quriladigan bozorlarda ko'zlamachi bo'ladi. U yoqqa bu yoqqa qarasanglar, mazali ko'zlamalar ko'zinglarni oldida pishirib beradi. Agar bozorlarda ko'rsanglar, обязательно uni yeb ko'ringlar. Bozorni shu 5 minutlik videoga sig'dirishga harakat qildim, lekin juda ham katta edi va videoni millionta joyini kesib tashlaganman. Kelib ko'zinglar bilan ko'rib aylanib ketganinglar ma'qul. Orada idish-tovoqchalarni ham ko'rib qoldim va har xil juda ham chiroyli izdiyalar bor edi. Uni ham yonida suvenirlar bor edi. Eng diqqatimni tortgan
kelayotgan esa mana shu choyli bo'ldi. Uzoqdan choydek ko'rinuvdi. Yaqindan kelsam shag'am ekan, lekin juda ham aytganimdek diqqat tortuvchi sovg'a bo'lar ekan. Agar sovg'a qilsanglar, aylanib qarasam yana o'sha Oyshani ishtonlarini oldiga kelib qolman. Oysha nima Oysha deyman. Qizlarimga ham Oyshani ishtonni topib ber deyman, kulishadi. Keyin esa mana shu shimlar juda ham yoqdi menga. Yaltiroqni yaxshi ko'rmaydigan ayollar bo'lmasa kerak. O'zim kiymasam ham, lekin shunchaki qarab ko'rib o'tib ketdim. Juda ham sifati ham zo'r edi, narxlari ham arzon edi. No, уже hozir esimda yo'q, bu arzon ekan deb o'tdim. Men arablarni ko'rib olsam, tanlashib tortishib olishini. Undan keyin esa pijamalarni tomosha qildim. Keyin xo'jayinim telefon qilib qoldilar. Bo'ldi-ki, men chiqqan deb shu bilan bozor aylanishim shu yerda tugadi. Videoni o'rtasida aytganim o'sha gap. Agar bozorlarga keladigan bo'lsanglar, ersiz, bola chaqasiz, opa-singillar, oila bilan kelinglar va pul bilan kelinglar. Albatta, faqat bozorga emas, targ'ibot sentrliga va mazza qilib aylanib narsalar olib ketasizlar.